Instagramda chiroyliroq bola keladimi deb o'yladim. Yo'q, Chiroqliroq bola keladimi? chiroyli bola yoqadimi? Erkak kishi chiroyli bo'lishi shart emas-ku. Sizlarga ham Instagramda oxirgi payt shunaqa videolar chiqib qolib, joninglar tegdimi? Keling, nimaga aynan shunaqa videolar oxirgi payt polni rekda yurganini tahlil qilamiz. Bunaqa yo'nalish nimaga unaqa uchayotganligini birinchi sababi oddiygina psixologiya. Ya'ni erkak kishi bunaqa takkoy ayollarni ko'rgandan keyin albatta bitta yoki like qoldiradi yoki kommentariyada nimadir qichitib yozadi. O'ldim deganni videoni oxirigacha ham ko'radi. Instagramga esa aynan shu narsa kerak. O'shandagina Instagram bu video hammaga qiziqligini aniqlaydi. Ikkinchi sabab, bunaqa video olayotganda bitta darajada qolib ketmadi-da. Chiroyli takoy qizga qo'shimcha qilib har xil qichitadigan gaplarni ham qo'shib qo'yishdi. Misol uchun, 69 mi? Nechi pul? 2000. Nasıl saatelab chaqirdim bilmayapman. Voy. ya'ni odamni emotsiyaga, nimadirlar bahslashishingizga, nimadir to'g'risida fikrlashingizga, o'ylashingizga, kommentariy yozishingizga 100% chorlaydigan harakatlar qilishyapti. Uchinchi muhim narsa, rostdan ham bunaqa jarayonlar odamlarga qiziq bo'ladi. Ya'ni malika turgan yoki ko'cha движение qilib yurgan, tema qilib yurgan bolalar nimalar haqida gaplashishadi, qayerdan klient topishadi. Ray-Ban ochkini kiyib oladigan bo'lsangiz, undan ham ko'proq actionni qo'shib beryapti. Lekin telefonga ham olsa bo'ladi. O'shaning uchun yonayotganda, uchayotganda foydalanib qolinglar, keyin achinib o'tirmaslik uchun. Instagramda millionlab prosmotrlar, jonli obunachilarni to'plashni o'rganmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, albatta hoziroq podpiska tashlab qo'ying.